Assalomu alaykum. Mana yana bitta dush kabinamiz chiroyli bo'lib o'rnadi. Gilamni ustiga o'rnatib qo'ydik. Xudo xolasa o'zimiz ustada o'rnatib beradigan bo'lsa, suv chiqib ketmasligiga garantiyasini beramiz o'zimiz. Doniyor o'ynay qolib ketdi. Radiolargacha ishlatib qo'ydik. Hop, arshtovlargacha o'rnagan ekan. Buni rezbamiz to'g'ri kelmadi. O'shanga shirankasi qoldi mana edi. Keyin ulab qo'yilaveradi, chiroq yoqsak. Ikkita shilankasini shunday ulab qo'ysa, u rezbaga to'g'ri kelmadi, tagenda kechib ketdi. Rezba topib ulab qo'yiladi, bu yoqish narsamiz. Mana, xudo xolasa chiroyli bo'lib o'rnadi. Hop, Andijonning Ulug' Noriga o'rnadi. Egalari ham shu yerda turibdi. Tog'a necha pulga tushdi? Bugun 13-aprel. Necha pulga tushdi? Sheyga olib kelib o'rnatib, ustanovga hammasi necha pul sanayapsiz? Mana shu bitishiga. 4.900.000. Birga bir lyuks kabinamiz. Tahorat busaylarigacha bor.